Bugungi mavzuyimiz forum mavzusi. Forumdan oldin sizlar bilan mana buni ko'rib olishimiz kerak. Shift bilan birga bossangiz mana bunaqa undoq chiqadi. Keyin bitta bossangiz mana Doctype degan narsa chiqadi mana. Endi Google ko'rsating. Endi biz o'zimizdan o'zimiz boya bo'sh joyda hech bir yozib ketavermaymiz endi. Tushundingizmi mana bunaqa qilib? Bizda mana bu qolip bor mana. Mana shu qolip bor bizda. Yengillash. Hm? Yengillashdi-da. Yengillashgani yo'q, bu veb-saytning qolipi, strukturasi. Ya'ni nima degani bu desangiz, mana oldin avval yozayotgan barcha narsalarimizni H1 ni mana bu yerda yozamiz. T ni ham shu yerda yozamiz. Nima yozadigan bo'lsak, hammasini shu yerda yozamiz. Body'ning ichida. Table'dan o'tdik-ku, T body, T header, T footer o'tdik, to'g'rimi? Endi butun boshli veb-saytimiz bizdan 3 ga bo'linadi. Tushundingizmi? Bosh qismi mana head bosh qismi, tushundingizmi? Keyin body qismi bor. Keyin bodydan keyin nima bo'lar ekan yana? Footer qismi bo'ladi. Ha, footer qismini ham yerda yozamiz mana. Footer degan qism bor mana. Ko'rdingizmi? Ha, footer. Ishlarni o'rniga ishlanadi. Yo'q, bu o'zi alohida bu. TXL'ni ham mana shu yerda yozamiz mana. Table'ni ham mana shu yerda. Nima kod yozadigan bo'lsak, xullas, nima kod yozadigan bo'lsak, hammasini body'ning ichida yozamiz. Tushundingizmi? Ha, endi trini ichidamizda. Nima tiri? Yo'q, mana hamma kodlarimizni, polni hamma kodlarimizni, H1'larni ham, P'larni ham davom. Tushundingizmi? Hammasini. Men body'ni oldin ham yozib ketyapti-ku, mana bunaqa qilib. Bu TRTB'ni unutgin. Uni. U boshqa narsa-ku, jigar. Hamma kodlarni aytyapman. Общий hamma kodlarni aytyapman. Tushundingizmi? Hamma kodlarni mana. H1 P nima bo'lsa, nima qayerda yozar ekanmiz? Hozirgacha o'rgangan hamma kodlaringni shu yerda yozasan. Body'ni ichida yozasan. Body'ni ichida yozasan, tushundingizmi? Endi mana Doctype HTML nimani anglatadi? Nima degani? Bu HTML versiyasini bildiradi. Mana HTML programmasi bor-ku, mana programma bor-ku, mana texnologiyani versiyasi. Nechinchi versiyasi bu? 5-versiyasi. HTML 5 dan foydalanamiz. 5-versiyasi. Endi HTML mana umumiy barcha kodlarimizni o'rab turadigan tag nima ekan? HTML tagi. Mana HTML tagi turibdi. Lang degani language, tili ingliz tilida deyapti. Language. Ruscha hisob bo'ladi, ha. Endi head degani bosh degani. Bosh qismida mana bu yerda nimalarni o'rnatamiz? Mana bu yerda biz asosan ishlatadigan kutubxonamiz, qo'shimcha texnologiyalarimiz, ulanadigan linklarni mana shu head ichida yozamiz. Mana shu head ichida. Yozadigan har qanday kodimizni mana body'ning ichida yozamiz. Boshqa veb-saytlardan olinadigan linklar, kutubxonalar, qo'shimcha yordamchi kutubxonalari hammasini head ichida yozamiz. Tushundingizmi? Endi mana Meta UTF-8 nima? Bu simbollarni bildiradi, mana bunaqa simbollarni. Yozishga yordam beradi, mana bunaqa simbollarni ko'rdingizmi? Simbollarni yozishga yordam beradi. Mana bunaqa narsalarni keyin shift bilan o'tiladi. Mana simbollarni yozishga yordam beradi bu. Qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p, Simbol o'z nima beradi? simbol mana bu narsalarda mana. Bo'ldi. Shu narsalar simbol hisoblanadi. Endi mana bu viewport degani haligi telefon, kompyuter, planshetda ochiladigan narsalar bor-ku, texnologiyalar. Mana shu veb-saytingiz, moslashuvchan veb-sayt bo'lishi uchun Telefonda ochiladigan saytlar aytyapsizmi? bitta veb-sayt yaratdingiz, telefonda, kompyuterda, planshetda ochiladi, to'g'rimi? Shu narsalarni qo'llab-quvvatlash uchun mana bu meta tagi kerak bo'ladi bizga. Viewport content with device with. Device degani qurilma. Barcha qurilmalari widthlarga moslashuvchan bo'ladi. Hop, title bu nima? Title dokument turibdi mana bu yerda. Hozir mana live server qilaylik mana. OpenVis live server qilamiz. Qara. Nima turibdi? Dokument turibdimi? Endi mana shunga bugungi mavzuyimiz nima? Forummi? Ha. Endi men hozir bu yerda Instagramda nima turibdi? Instagram message turibdi, to'g'rimi? Biz mana shu yoqqa Instagram deb yozib qo'ysak bir xil bo'ladimi shu bilan? Yo'q. Instagram. Mana. Qolib ketyapti-ku message. Bitta messajini ham mana. Bundoq turib 8 ni bossangiz mana. Mana. Tushundim.
Masalan, YouTube bir narsa yozsak o'sha yozdirib turaveradi. Ana forum mavzusi bo'lsa biz forum deb yozib qo'yamiz. Xolos bu saytimiz otida bu, tushundingizmi? Endi mana bu rasmichi? Mana bu rasmni qanaqa qilib qilsak bo'ladi desangiz, mana bitta link deb yozsangiz mana fav icon degan narsa chiqadi. Bosasiz, mana hrefga nima qo'yardik biz? Anaqa. Rasm qo'yardik, to'g'rimi? Ha, hozir mana bitta nima qilib bitta любой bitta mana Alisher logo degan narsani olib chiqib turib, mana buni olaylik, mana misol uchun. Mana shu rasmni copy image adres qilaman mana. Copyright URL kartinki yoki copy image adresni bosaman. Tushundingizmi mana? Ha. Va ham bitta qo'yaman mana. Mana. Kuchlumi? Yex. Mana shu rasmni ikonkasini qo'yish. Mana bu yerda turibdi. Endi nima qilamiz biz? Endi forum mavzusini o'tamiz. Forum mavzusini mana bitta body'ni ichida yozaman. Hammasini qarang mana. Bizda ma'lumotlar bor mana. Forum birinchi nima mana? Birinchi siz akkaunt to'ldirmoqchisiz mana bitta mana. Add profile change mana. Sign in qilmoqchisiz, to'g'rimi? Nima bu? Yozadigan narsa, to'g'rimi? Mana shu email input yozadigan narsa. Mana shu narsa yozadigan narsani o'tamiz hozir siz bilan. Tushundingizmi? Tugmalar bosilganda keyingisiga o'tishi, mana bunaqa xato berishi, shunaqa narsalarni bilishimiz kerak. Bu narsa forum deyiladi, forum. Forma. Ma'lumot to'ldirish. Va bu o'rab turuvchi otasi. Biz table o'tganimizda ham trlarni, tdlarni table o'rab turuvdi, to'g'rimi hammasini? Table ichida edi, to'g'rimi? Table ichidan yozdik. U otasi hisoblanadi. Bu forumni otasi hisoblanadi. Input kodlar yozmoqchi bo'lsak, buni ichida yozamiz. Tushundingizmi? Bu o'rab turadi bu. Ya'ni shu ma'lumotni input degan tegib o'rab turadi. Endi forumdan tashqari, mana action'ni keyin tushuntirib beraman. Input degan narsa bor. Bu qanday narsa? Mana bunaqa yozilgan narsa. Element. Ichiga yozsa bo'ladigan element. Tushundingizmi? Endi buni ichida siz ko'pincha ko'rgansiz ism kiriting mana. Ism kiriting degan podskazka. Mana qarang. Ichiga mana shunday qilib turib bitta yozsam uchib ketadi. O'chirsam qaytadi. Podskazka bu, tushundingizmi? Bu podskazka beradi sizga. Shu inputga nima kiritishingizni podskazkasini berib turadi bu. Готов? Bu shunaqa. Bu misol uchun qayerda bor? Zoom marketda bormidi? Mana mahsulotlar va turkumlarni izlash. O'shani bossak hozir yo'qoldi. Mana mahsulotlar va turkumlarni izlash. Bosaman, mana yozdim yo'qoldi. Podskazka berib turadi. Tushundingizmi? Nimani kiritishi. Endi xuddi shunaqa inputdan yana bor. Podskazka nima kerak desangiz, xuddi shunaqa inputlardan ikkinchisi ham bo'lsa, ikkinchisiga nima deymiz? Yoshingizni kiriting deb yozib qo'yasiz mana. Yoshingizni kiriting o'zi yoziladi. Tushundingizmi? Endi inputlarni bizda turlari bor. Inputlarning turlari bor bizda. Input mana. Type degan atributini ko'ryapsizmi? Type degani tur degani. Turi. Qanaqa input turini yozmoqchisiz? Misol uchun mana. Color deb yozsam bo'ladi mana shu yoqqa. Mana bunaqa narsa chiqadi. Click deb yozsangiz Bo'lmaydi. bo'lmaydi. Ko'rdingizmi? Ranglarni tanlasangiz bo'ladi bu yerda mana. Keyin Просто tanlasangiz bo'ladi. Keyingisida date deb yozsangiz mana. Date deb yozsangiz nima chiqadi? Kalendar chiqadi. Mana. O'zing qo'y. Kuchlimi? Endi yana bitta nimalar bor? Date deb yoztirib, date time deb yozsangiz bo'ladi mana. Date time deb yozsangiz sanalar bilan chiqish kerak. Mana date time, input type, date time yo'q ekan. Yana nima bor bizda? Keyin checkbox bor mana. Checkbox degani bor. Checkbox nima qilib beradi? Ko'rganmisiz? 18 yoshga to'lganmisiz degan narsani oldidan shu narsa turadi. Ham bo'lsa galchka qo'yib qo'ysiz, yo'q bo'lsa tegmaysiz. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Endi bundoq qilamiz, keyingisi radio. Radio. Bu ham hak boshqacharoq. Bu misol uchun sizda 3 ta sous turibdi mana. ABCD Bittasini tanlashingiz kerak siz. O'shani ichiga yozsa bo'ladi? Bo'ladi. Yozingchi. Hozir mana shuni o'rganib olaylik. Buni yozish uchun mana bunaqa yoziladi. Label yozasiz. Labelda misol uchun mana sous oti bor.
Mana sous, achchiq sous, issiq sous yoki shunaqa label mana bu yerda yoziladi. Keyin bu yerda nima yozasiz? Misol uchun mana banan, keyingisiga label degan narsani ichida yoziladi-da. Olma, keyingisi label anor. Olma yeysanmi, anor yeysanmi, banan yeysanmi? Lekin uchtasi ham tanlanyapti. O'zi qoidasi bo'yicha bu faqat bittasi tanlanishi kerak. Bittasi tanlanishi kerak. Uning uchun nima qilamiz desangiz, uning uchun labelda nima turibdi? For turibdimi? Ha? Mana shunga hamma forlarga bir xil narsa berib chiqish kerak bo'ladi. Name degan narsasiga. Masalan, maktublar CSBBS bo'ladi-ku. Mana bu yerda name degan attributi bo'ladi. Qarang, name degan attributi bo'ladi. Bu nima bu? Meva bo'ldimi? Mana shu narsani biz har bitta inputga berib chiqishimiz kerak. Nimaga? Chunki bittasi tanlanganda ikkinchisi tanlanmasligi uchun mana. Buni tanlaganda bu tanlamaydi, bu tanlaganda bunisi tanlamaydi mana. Tushundingizmi? Bunda bu nimaga kerak? Misol uchun mana til tanlayotganingizda, bitta dasturga til tanlayotganingizda faqat bitta tilni tanlay olasiz xolos. To'g'rimi? Platonni qaysi tilda ko'rish xohlaysiz deyapti. Ingliz tili, rus tili yoki boshqa til. Mana shuni tanlasangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Yana keyin fast foodga kirdingizda qanaqa sous tanlaysiz? Bananli, achchiq, sousli yoki shirin, qaymoqli. Bittasini tanlaysiz. Ha. BSBChisi bo'ladi-ku, davlat maktabi. O'shada uchovini to'rtta bo'ladi. To'rtovini ham oladi. To'rtovini hammasini bosib, keyin yakunlovsida to'ppa-to'g'ri bo'lib chiqmaydi, to'g'rimi? Bakkal qilib ko'rish kerak ekanda. Qasam siz bilan tushunmadim lekin. Yo'q, unaqa bizda ABCD bo'ladi-da. O'shalar ustoz bittasini belgilaylar dedi. Bittasini belgilaymiz. Agar hammasini belgilab yakunlasak to'g'ri chiqadimi, noto'g'rimi? To'g'ri chiqadi. U qanday chiqarilgan, platforma qanaqaligi bog'ida. Endi checkbox radiolarni ko'rdik. Yana nima bor edi? Input bor bizda mana. Input bor. Keyin file degani bor mana. File degani mana. Rasm yuklasa bo'ladi bu faylga mana. Knopka chiqadi. File deb yozsangiz knopka chiqadi, mana bunaqa knopka. Bu knopkani bosganingizda mana xohlagan narsangni yuklagin deydi mana. Tushunyapsizmi? Alisher darslari misol uchun mana rasmlarga mana misol uchun ustozim nurini yuklasangiz mana bitta rasm yuklanadi mana. Mana. Ko'rdingizmi? Nom bilan yuklandi. Bularni keyin yuklangandan keyin rasm. Bu nimaga o'xshaydi? Mana bunaqa profil yasash uchun kerak bu input. Misol uchun hozir mana qalamchani bosib turib, rasmni o'zgartirsam bo'ladimi? Ha? Rasm qo'ysam bo'ladimi? Bu yerda shu rasm chiqmaydi, yozuv chiqadi xolos. Keyin rasm chiqadiganini biz CSS qilamiz. Dizayn beradigan texnologiya. Hozircha bilishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Mana name yozishni yaxshilab ko'rib oling, xo'p. Bittasi tanlanganda ikkinchisi tanlanmasligi kerakda bizda. Bittasini tanlaganimda ikkinchisi tanlanmasligi kerak. Bizga shuning uchun nima kerak bo'lar ekan? Inputda name degan attribut kerak bo'lar ekan. Va ichidagi qiymatlar nima bo'lishi kerak ekan? Bir xil bo'lishi kerak ekan. Agar men mana bitta bittasini A, bittasini C qilib qo'ysam mana yozganim befoyda mana. Ko'rdingizmi? Befoyda bo'lib qoladi mana. O'shaning uchun hammasi bir xil bo'lishi kerak bo'ladi. Anladingizmi? Xo'p, forumlar bor. Endi tursin bu. Yozsangiz ham bo'ladi, qarang. Forum ichida misol uchun mana nimadir yozmoqchisiz mana. Label yozdingiz, a? Label bor bizda mana. Yoqqa nima yozdingiz? Ismingizni kiriting. Misol uchun mana. Davlat raqami. Meni kiriting deydi mana misol uchun. Davlat raqamini kiriting deydi. Voy. Va mana bu yerda bizda input bo'ladi. Inputga davlat raqamini kiritasiz. Raqamda kiritasizmi? Number deb yozsangiz, BR-ni o'tiga biz. Orasiga BR yozsangiz mana shu yerda. Nima qilib beradi? Pastga tushirib beradi mana. Nima qildi? Pastga tushirdimi? Agar men bittasini olib tashlasam, tepaga. Mana, yana bittasini olib tashlasam, tepaga. Ko'p qilsamchi buni? Mana. Ko'rdingizmi? Davlat raqamini kiriting deyapti. Mana bunaqa knopka chiqadi. Mana bunda yo'q knopka. Lekin bunda bormi? Mana. Endi men bitta harf yoza olmayman mana. Harf yozib bo'lmaydi. Faqat raqam yozsa bo'ladi. Qanday qildingiz? Number deb yozdim. O'zim tushundim. Kuchlimi? Number deb yozdim. Endi bu yerga placeholder yozsam bo'ladimi? Placeholder nima edi? Podskaska beradi, to'g'rimi?
raqam kiriting deydi. Ko'rdingizmi? Endi mana bu yerga nima deb yozsam bo'ladi? Min length 2 deb yozsam, bo'pti. Minni o'zini yozaylikchi. Bo'ldi, buni CSS tushuntirib beraman. CSS tushuntirib beraman buni. CSS ham. Hop, mana inputlar bo'ldi. Endi xuddi shu narsani men ketma-ket yozdim, to'g'rimi? Mana ketma-ket yozdim mana bu yerda. Endi men shuni mana bu yerda label yozmoqchiman. Label yozmoqchimanda va labelni ichida input yozsam bo'ladi. Men buni ichida yozsam ham bo'ladi. Misol uchun input deymanda radio deyman. Qarang. Radio dedim. Va buning ichida nima bor? Misol uchun siz 18 yoshdan kattamisiz. Savol beraman, ha? Va hamtga bera qo'yaman. Mana qo'yaman, pastga tushirib beradi-da. Mana. Qarang. Siz 18 yoshdan kattamisiz bossam, ichida yozdimmi? Label ichida input radio. Oy. Mana bu bilan for bormi bunda? Mana bunda ID berishimiz kerak. Qarang, bir-birini bog'lash uchun mana. Mana buni bosganimda, buni bosganimda tekstni bossam ham bu ishlash kerak-da. O'zini bossam ham ishlamayapti. Men mana bu yerga nima deb yozib qo'yishim kerak? Yosh deb yozganimda bir-birini ulashi uchun mana yosh deb yozaman. Ikkalasi bir xil bo'lishi kerak. For bilan inputga ID degan atribut bilan bir xil bo'lishi kerak. Bu xuddi Wi-Fi ga tochka dastur ulanish uchun nima qilasiz? Telefoningizdan tochka qilasiz, kompyuterdan Wi-Fi ga ulanasiz, to'g'rimi? Bundan xuddi shunaqa. Labelni bosganda, tekstni bosganida mana bu yoshdagi dumaloqcha yonishi uchun nima qilar ekanmiz? Labelni for bilan inputni ID'sini bir xil yozar ekanmiz. Nima yozganishimdan qat'iy nazar. Men hozir yosh bo'lgani uchun bu yerda yoshga taalluqli bo'lgani uchun yosh deb klass berdim. Tushundingizmi? Endi qarang. O'zini bossam ham yonadi, tekst ustiga bossam ham yonadi. Ko'chiluvmi? Bu yerga yoz. Refresh qo'yay mana. Olib Bu yongandan keyin olib bo'lmaydi bu. Nimaga? U 3 ta bo'lish kerak bu. Mana bunaqa bo'ladi bu. 3 ta bo'ladi. 2, 3 mana. 3 ta bo'ladi mana. Har bittasiga biri saytadigan narsa. Magnetosis. Hammasi bir xil turibdimi? Nimaga? Chunki hammasiniki yosh turibdi, to'g'rimi? Men nima qilishim kerak? Alohida bo'lish uchun nima qilishim kerak? Name qo'yib chiqishim kerak. Hozir aytdim-ku. 1 inputga ham 1, outputga ham 1 yozib chiqishim kerak. To'g'rimi? Va buni bosganimda bunisi, buni bosganimda bunisi tanlanmasligi kerak. Lekin menda nima bor? Ikkalasini bog'lab turgan ID. Men o'shanda nimani ko'paytiraman? Name'nimi? Input. ID ni bundoq qilib turib o'chirib tashlasam. O'lmayormi? O'lurmi? O'lmasmi? Qaysi sousni tanlaysiz degan savol bo'ladi. Yo, bunda bo'lmaydi jigar. Xullas buni unuting. Label bo'ldi. Bosganingizda mana chiqadi. Bu checkbox edi siz aytganingiz. Bunaqa bo'ladi bo'lmaydimi deysiz-ku. Checkbox aytasiz. Jik. Nima deyapsiz? Sizga vazifa ketadi. Yoshlar. Mana shu yaxshilab o'rganib